Bugungi videoda biz klonlarni dachasiga tashib kirib qoldik va ular bizni ta'qib qila boshladi. Videoni boshlamasdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Kanalda boshladik. Ertaga bu bizni dachamizga aniq kelishi kerak. Bir qo'rqitib qo'yaylik bularni. Jinursan, o'tirishini qara nima qo'ydi ekana. Mayli, kech bo'lsinchi, o'zlari kelishadi. Chiqib qoldi. Yo'q, qayerdan ovozda chiqyapti? Ha, mayli, ishimizni davom ettiramiz. Xo'p, kech ham tushyapti. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan prinsessa qayer bosilib ketdi. Ha, mayli. Assalomu alaykum. Kim edi bu? Tanimadim. Qisqasi, sizni klon, ya'ni masxaraboz kuzatyapti. Iltimos, umuman uni orqasidan bormang yoki dachasiga bormang, iltimos. Sizni uyingizda bir nimalar deb ketdi. Hammaylar men ketdim. Yo'q, nimalar bo'lyapti? Bolaga telefon qilish kerak. Alo, Ayiza Omonxon, tez kelinglar, bitta bola bir nimalar deb valdirab. Hozir boramiz. Ular ham bir 3 qadam, 4 qadam deb tezroq kelishsa zo'r. Ha, bo'ldi, kelishdi. Assalom, Ayizang, qalaysiz? Yaxshimisiz? Omonxon qani? Qisqasi, Omonxon ham keldi. Qisqasi bitta bola masxaraboz klon sizni uyingizga kelib ketdi. Uni oldiga u bormang deyishdi, ya'ni dachasiga bormang deyishdi. Endi nima bo'ladi? Men o'sha yerda qo'rqib ketyapman. O'zi biz qiziqqanmiz-ku, ertaga qisqasi shu dachaga boramiz. Prinsessa tayyorlanib qo'y. Mazza qilamiz, ekstremal zo'r bo'ladi. Mayli, biz ketdik. Sen tayyorlanib qo'y, xo'pmi? Ha, bo'ldi, gap yo'q. Agarda sizlar oldimda bo'lsanglar, men ham boraveraman. Mayli, bo'pti, yaxshi yotib turinglar. Mayli, bo'pti, sen ham yaxshi dam ol, prinsessa. Obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Aniq bilaman, juda ham qiziq bo'ladi va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qattiq haligina kimdir yurib ketgandek bo'ldi. Mayli, prinsessa, tayyormiz, let's go. Okay, lekin meni oyog'im tortmayapti. Jin ursin. Yo'q, bu klon emas-ku. Nima edi bu? What the hell? Amazing klon. Jin ursin. Yo'q, bizga kelganimizni bu sirasiz qatdan bildi. Mana qaranglarki, o'tdi, qoch, prinsessa. Biling, qayoqdan ham keldi? Yo'q, mana jin. Omonxon qoching, orqangizda jin turibdi. What the hell, bro? Qisqasi, qo'rqmanglar, bizga yashinib olishimiz kerak, ovozimizni chiqarmasligimiz kerak. Bo'lmasa ular bizni topadi. Hozir biz shu yerda bo'lsak, ancha xavfsizroq bo'lamiz, ya'ni eshiklar yoki boshqa narsalar yo'q o'tishga. Lekin baribir qo'rquv bor. Ayizang, tiqilmang yoki Omonxon sizmi? Jin ursin, hozir jinmi? Yo'q. Jin ursin, mana jinni qaranglar. Ayizang, qattasiz, qayerga ketib qoldingiz? Ha, shu yerdaman. Okay, qani jin ketim? Yo'q. Klon, Omonxon qani? Ayizang, klon yot. What the fuck? Qoch. Yo'q. Kivotdi Ayizang, Omonxon qochinglar. Kivotdi, biling. Ko'rmanglar, tegmaydi. Qaranglar turishimmi? Biza tomonga kelyapti bu. Yo'q. Qani? Jin biza tarafga kelyapti. What the hell, qani? Yo'q. Bo'ldi, chiqdim, qochib ketdi-yu, qo'rqib. Ayizang, yo'q, seryozni, mayli, lekin pushaymon bo'lmang. What the hell? No problem. Yo'q, bunaqa keldi. Momanda keldi. Yo'q, Omonxon tushib ketdi. Ayizang, Omonxon tushib ketdi. Jin orqasidan yurdi Omonxonni. Yo'q, momanda qaranglar. What the hell? Mana klonni qaranglar. Masxaraboz jin klon, keyin manyak, yo'q, 3 talasi bittada. What the hell? Omonxon qoching. Omonxon orqasidan yurib ketdi. Mana manyak qarang. What the hell? Qoch! Yo'q. Qisqasi, biz shu yerda o'tirganimiz ma'qulmi yoki qochishimiz kerakmi? Klon orqamdan kelyapti, guys. Mana qaranglar. Omonxon orqasidan yurib ketdi. Qoch, prinsessa, senga shu balolar kerakmi? Yo'q, mana jinni qaranglar. Obunachilar, men bu yerda o'tiraman. Ular 4 talasi yuraverishsa, men bu yerda o'tiraman. Obuna bo'linglar, like bosinglar tez. Bo'ldi, adashmasa ham ketishdi. Bizga ham qochib qolishimiz kerak. Ha, tez ketishimiz kerak. Bizani berilgan vaziyat bu.
Okey, bo'ldi. Ketamizmi? Ay, sen qarang. Jinurson, yo, men bularni qaranglar. Yana qaytib keladigan bo'lsanglar o'ylaysizlar. Bu yerdan tez qochish kerak. Omoxon ketdik. Qisqasi umuman kelmaymiz. Hozir politsiyaga beramiz. Bu yo'llarni yopib tashlashimiz вообще biza nima desam bo'ladi hozir? Bizdan tashqari qancha odam kelsa, qanchasi o'limiga aybdor bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun politsiyaga beramiz-da. Bu yo'lni yoptirib yuboramiz. Вообще kerakmidi bizga bunaqa narsa. Men hozir politsiyaga beraman. Ayzen ham ketib qoldi. Boravering siz ham, Omoxon. Jinurson, hozir men bu ovqatim aynib qopti. Mayli, politsiyaga telefon qilaman. Qisqasi, u dacha haqida men ancha ma'lumotga ega bo'ldim va juda ham yomon ekan. Jinurson eshik taqilyapti. Assalomu alaykum politsiyachi, yaxshimisiz? Qisqasi, mana bu to'g'rimizdagi dachada har xil maniak, jin va qulovlar yuryapti. Hozir men do'stlarimga telefon qilaman va shu yo'lni tekshirib chiqsangiz yaxshi bo'lardi. Ana o'zlari ham kelishdi. Bo'ldi, tekshirib chiqamiz, orqamdan yuringlar. Bu dachada avval ham ko'p arizalar tushgandi, ahamiyat bermagandik, oddiy safsata deb. Hozir suvni ko'ramiz, suv ham ancha oldinga ekan. Bo'ldi. Buni ertaga xudo xolasa yopib tashlaymiz yoki bugun kechga. Sizlar borsanglar bo'ladi va jin, maniak va klonlarni topishga harakat qilamiz. Mayli, men ketdim, yana ishlarim bor. Oho, prinsessa boshqa anaqa bo'lmaskan-a? Klonlar haqida videolar yoki shunaqa narsalar shunaqami? Yo'q, nimaga bo'ladi? Конечно bo'ladi. Sababi obunachilarimga bunaqa videolar yoqadi. Kech ham tushib qopti. Bo'ldi, uylarga boraveringlar. Men ham eshkim ilib, yaxshilab o'tiraman. Obunachilar endi ham yopiladi, ya'ni nima desam bo'ladi, dacha yopiladi va bizga ham mazza bu dachada qaytib klonlar, jinlar ko'rmaymiz. Jinurson, vaqtida yopish kerak edi, bo'lmasa menga hozir shuncha ish bo'lmasdi. Bu yo'lga qo'yamiz, ya'ni odamlar kirmashligi uchun. Buni egasi bilan gaplashishimiz kerak. To'xtanglar, egasi 2 yil oldin vafot etgan-ku. Qanaqa qilib unda bu dachada yashashyapti? Mayli, baribir bu yerni yoptirib tashlayman. Qani bo'ldi. Keyin shunaqa bo'ldi-da. Shu yurayotgan paytim pak qilib yiqilib tushdi. Jinurson, qayerdandir ovoz kelyaptimi? Yo, senga eshitilyapti. Mazza qilib o'tiribmiz, o'tirsenchi, prinsessa, buncha, Bu yo'lni ham yo'qolib ketganiga 5 oy bo'pti-ya. Mayli. Nima bo'lsa bo'ldi, barchaga xayr.